Dunyoda qanday qilib zohid qiladi? Borsangiz o'sha yerda ko'rsangiz, sizdan ham kuchliroq odam turibdi, sizdan ham go'zalroq, sizdan ham mansabliroq, puli, moli shu qadar ko'p bo'lganki, lekin bugun og'ziga turpoq to'lib yotibdi-da. Qabrining ustiga 1000 marmar qo'ygan bo'lsin, 1000 chiroyli qilib qo'ygan bo'lsin, hech nima. U tagida qilgan odamning amali yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa aybi bo'ladi. Demak, shuni ko'rgan odam ibratlanmaydi deb o'ylaysizmi? Ibratlanmasa, borib tomosha qilib qaytib ketayotgan bo'lsa, demak u g'aflatda. Lekin borgan odam ko'rib, qabrda ko'rib, bugun tirikman, shatda turibman, ertaga meni ham shatga olib kelishadi. Ustimdan o't o'lan o'sadi. Uni tagida nima ularni chaqiyapti-yu, nima qaysi hasharot ularni kemiryapti. Bundan bexabar. Shularni ko'rib, eslab, odatda hayron qolasiz, qabristonlarga borsak, chekka-chekkalarida, attabatlarida tumalaq teshiklar, bu narsalar yurganini ko'rasiz. Shuni ham Xudo taolo sizni bizga ibrat qilib qo'yganda, ko'rib qo'ysani oldinga ham kiradi ertaga. Bugun tiriksan, kerilma. Kibrga minma. G'ururlanib ketma, pulingga, mansabingga haddingdan oshib ketma demoqchi. Oxiratda eslab tur degani, qabristonlarga borib tur degani. Shariatning o'zi talabi qabristonlarga har hafta hech bo'lmaganda borib o'tganlarni eslab turishlik kerak. Ular kim edi? Siz bizni haqqimizga duo qilayotgan otamiz edi, onamiz edi, mehribon bobomiz edi, momomiz edi. Bugun ular bizni duomizga muhtoj. Lekin sizni biz kerilib yuribmiz, haddimizdan oshib, bormaydi, eslamaydi. Dunyodan zohid qiladiganimiz shu. O'ta haddingizdan oshib ketayotgan bo'lsangiz, sal haddingizga tushib olasiz. To'xta. Hech o'zimga kelmasam bo'lmaydigan holat bo'lib qolibdi, haddimdan oshib ketibman degan.